Amir Temur haqida 10 ta fakt. Amir Temurning to'liq ismi Temur ibn Tarag'ay Barlosdir. Amir Temur shatranj o'yinining ashaddiy ishqibozi bo'lgan. U jahon tarixidagi eng qudratli va yirik imperiyalardan biriga asos solgan. Amir Temur o'zi ishtirok etgan janglarning birortasida mag'lub bo'lmagan. Amir Temurning bunyodkorlik ishlari ham tahsinga loyiq. Oq saroyning kirish peshtoqidagi "Agar bizning qudratimizga shubha qilsangiz, qurgan imoratlarimizga boqing" deb yozdirgan so'zlari bunga dalildir. Amir Temur 27 ta davlat hududini zabt etishga muvaffaq bo'lgan. 20 yil davomida Usmonli sultonlari qo'lga kirita olmagan Smirna qal'asini 2 hafta ichida ishg'ol etgan. Amir Temurning hayoti davomidagi eng katta yurishi Iroq safarida bo'lib, 7 yil davom etgan. Ayni paytda Amir Temurga tegishli mashhur Rubin toshi Londonda, uning qilichi esa Tehron muzeyida saqlanadi. 1996-yilda poytaxtimizda Temuriylar tarixi davlat muzeyi ochilgan. Shuningdek, Toshkent, Samarqand, Shahrisabz shaharlarida buyuk sarkardaning haykallari o'rnatilgan.